Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, birodarlar, qo'zi qo'chqarish chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Qo'zi qo'chqarlarimiz keldi, junga olingan. Akalar like bosib, qo'zi qo'chqar olaman deganlarga tez jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Akalar, mana savdo ketyapti. Xaridorlarimiz kelishdi. Narxlari unaqa qimmat emas. Qo'ylarimiz soni 198 ta qo'y bor ekanlar. Savdo ketyapti. Savdolar tinchmi? Ziyon qiladiganlar ham navor ekan. Ha, bilib turibdi. 2.850 dan bersa indamayapti ekan aka. Babar aka. Bor. O'tib qo'yingchi. Savdo ketyapti. Aka, meni 700 milliondan oshib qilsalar kelma aka. Yo'q, olib beraman, olib keladi. 700 million. Yo'g'oda bitta qo'ran shuni chiqarib turib haligi qilish kerak ekan. Bular savdo qilish kerak ekan. Nima deydilar? Millətdə olaman deganlarga men qiziqib hammasini ochiq ayirib beray debdi-da. To'g'ri qildingiz bu narsa. Aka, baraka bo'ladi. Aka, qo'y yashirib qo'ying, qo'ying yo'q. Anda qo'ylarni olib chiqib eng yerigini saralab beryapman men. Savdosi ketyapti. Bir boshqa qo'yib oladimi? Qo'ylarni soni ko'p. Tanlab olaman deganlarga hozir qo'y tugamasidan oldin shoshilib qoladi. Endi qo'yni yaxshilari keladi, yengilroq sotishadi. Irimiga o'tib beraman deyapti. 50 ming o'tib bersa indamayman. Indamay turibdi. Akalar, manzilimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Shu yerga kelaverasizlar akalar. Nomerlarimizni ofisiyalga yozib qoldi. Mana bor baraka bor. Ovqatlandingmi? Siz ovqatlan. Rap desin. O'zim ovqatlan. Ha, saytlamni ovqatlan. Ovqatlanmoqlar. Yo, qo'ydi, olib kelamiz. Qo'rg'on tepaga. Shunday ekan.